Sizlar so'radinglar, men tayyorladim. Snickers torti uchun yumshoq biskvit pishirib oldim. Biskvit tayyorlash uchun hamma masalliqlar o'lchab solinadi va mikserda quyilguncha ko'pirtiriladi. Biskvit, morojniy krem va ganaj uchun masalliqlar grammajlari opisaniyada yozib qoldirilgan. Pishgan biskvitimizni sovutib 3 ga bo'lib olamiz. Varyonniy sug'ushonkaga ozgina suv solib, suyultirib yer yong'oq bilan aralashtiramiz. Qaymoqqa sug'ushonka solib, pastroq skorosda, keyin balandroq qilib isitishguncha mikser qilinadi. Xohishga qarab kakao solinadi. Birinchi bo'lib yer yong'oqli massani biskvitning ustidan suramiz, keyin krem suramiz. Ikkinchi biskvitimizni qo'yib, yana krem bilan yopib, uchinchi biskvitni qo'yib, 1 sutkaga morozilkaga qo'yiladi. Qaymoq bilan shokoladni mikrovolnovkada eritib, ganaj tayyorlab olamiz. Erigan shokoladimizni yaxshilab aralashtirib, ichiga yer yong'oq solib, tayyor tortimizni ustiga surib, bezatamiz. Tayyorlab ko'ringlar, mazasiga kafolat beriladi.